Xullas jigarlar, mana bitta sotuvda bitta o'zim birinchi mingan to'ychog'im bor, Tiko. Sosteniyasi juda zo'r holatda turibdi. Srochniga sotiladi. Narxini kelishamiz. LED qo'yilgan, Y7 ledlardan qo'yib qo'yilgan. Medical pultlari bor, qo'yilgan 909. Xo'p, ustutrlari bor buni. Kimga qiziqqanlar bo'lsa, propani joyida hamma yo'g'i bor. Sosteniyasi vobshe zo'r turibdi. 4 ta yangi balon qo'yib qo'yilgan, mana tishlari ham yilgan yo'q hali. Salon holatlari. Salonlari vobshe chotki turibdi. Yana bir o'zlaring bir mehr berib olasizlar. Motorlari juda baquvvat. Kapot ochib oling. Xalas to'qib qo'ysangiz yurishib ham ko'ramiz ha. Oching. Xo'p, yangi reduktorlar qo'yib qo'yilgan. Motori bosib urasizlar, libboy tikodi, boshqa mashinalar razgomini olaveradi bu. Yangi akkumulyator qo'yib qo'yilgan mana, kecha kuni qo'yib kelindi, yangi. Antifriz. Xullas, mashina juda mexki holatda turibdi. Qiziqqanlar bo'lsa, srochnik sotiladi. Mana yurgizishlaydigan pultlari ham bor mana. Qanday yurgizadi endi buni? Bitta gaz bosib olasiz-a? Ketdi, mana kalzam yoshdi. Taymay turing qani. Gaz bosib oling. Qiziqqanlar bo'lsa, mana mashinadan yurib mana. Yo'q, shunaqa mezikarlar qo'yilgancha mehr berilgan o'zimning mashinam mana birinchisi. Qiziqqanlar sirazi xullas aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar qo'yib qo'yaman.